Bemorga yurak operatsiyasi tavsiya etildi, lekin bemorlar ko'p savol berishadi. Meni dori-darmon bilan davolasa bo'lmaydimi? Dori-darmon ichsam tuzalib ketmaymanmi degan savollar berishadi. Assalomu alaykum barchaga. Men oliy toifali yurak jarrohi, tibbiyot fanlari nomzodi Ilhom Foybek Erkinovchman. Har bir yurak kasalliklari avvalambor dori-darmon bilan davolab ko'riladi. Dori-darmon ta'sir qilmaydigan holatlarda butun dunyo olimlarining tavsiyalariga ko'ra kasallikning og'ir bosqichlariga kelgan davrda yurak operatsiyalari tavsiya etiladi. Misol qilib oladigan bo'lsak, yurak ishemik kasalliklarida tiqilib qolgan tomiri dorilar bilan ochib olish imkoniyati mavjud emas. Yokida aortal mitral klapan stenozlarni tabletkalar bilan kengaytirib qo'yish imkoniyati yo'q. Yana aorta ravog'ini, aorta tomirlarini kengayib ketgan holatlarda tomir bilan uni toraytirib qo'yish, yig'ib qo'yish imkoniyati bo'lmaganligi uchun bunaqa holatlarda faqatgina bitta usul jarrohlik yo'li bilan davolanadi. To'g'ri, ayrim holatlarda dori-darmon bilan ham davolasa bo'ladi. Mana masalan, klapandagi o'zgarishlar, klapan nuqsonlarining yengil darajalari yokida yurak ishemik kasalliklarining simptomlarsiz kechishida dori-darmon bilan davolab turiladi. Yokida o'tkazib yuborilgan yurak kasalliklarini operatsiya uchun yuqori xavf bo'ladigan bo'lsa, vaqtinchalik yoki butun umrga dori-darmon bilan davolash tavsiya etiladi. Aziz yurtdoshlar, bugungi kunda operatsiya xavfli hisoblanmaydi. Bu profilaktika yoki umrni uzaytiruvchi vosita hisoblanadi. Dorilar bilan biz faqatgina kasallik belgilarini va shikoyatlarini davolashimiz mumkin bo'ladi. Biz yurak operatsiyalari bilan kasallikni to'xtatamiz. Yurak operatsiyalari haqida bundan ham qiziqroq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sahifalarimga obuna bo'ling va like bosing. Yaqinlaringiz bilan ulashing.